qidirmanglar. Sizlarda kasi endi bo'lmaydi. Sizlar bitta bo'lgansizlar, sizlar yagona bo'lgansizlar. Sizlar nepovtorimaya bo'lgansizlar. Unaqa qarsachalarga xursand bo'linglar. Ancha shalpaygan bo'lgansizlar. Meni qo'lim nimani hal qiladi? Meni qo'lim bolalar puliga ham yetmaydi. Uchkasi ham chala yozar ekan. Shu joyga keluvdiga nima gapirdim? Ha, sizlar ancha shalpaygan bo'lgansizlar, onajonim. Sizlar borku mana ursa ham chidagansizlar. Qaynanaga ham, qayni singilga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb. To'g'rimi? Ajrashib ketdi degan gap o'sha paytda o'lim bilan baravar bo'lgan. Qaytib ketdi, ajrashib degan gap. Ha? Chunki mahallada qaytib kelganlar bo'lmagan. Ha, hozirchi qaytib ketdi desa, voy yaxshi bo'pti, dugonasi ham shu yerda bana billa yuribdi. Ular ham 3-4 kishi bo'lib qoldi. Gap o'ynab yuraveradi, o'lib ketsin. Zamon shunaqa bo'lib qoldi. Mana oldin kelin qaynanani uyg'otardi. Hozir qaynana kelinni uyg'otyapti. Baqirish kerak emas, niyelsiz? Eri Rossiyada xafa bo'lib qoladi. O'zi arazlab qaytib kelganiga 3 kun bo'ldi. Qaynanani qarang, bechora rahming ham keladi. Kelinjon. Kukuriku. Bilik. Kelinjon, turing soat 5 bo'ldi. Siz kelinam, oyjon. Namuncha vaqtli uyg'otib turasiz. Voy kelinman, siz uyg'otganim yo'q. O'lib qolmadingizmi bir xabar olaylik. Voyjon, qayerda o'lib qolaman? Endi soat 5 bo'ldi-yu. Voy 5 bo'lganda men ham ko'rib turibman, o'tgan kun uxlagansiz. Kecha uyimizda sumalak bo'ldi, bilmadingiz. Mana oldin onajonlar ovqat